Bilganlarga eslatma do'stlar, bilmaganlarga inshaalloh yangilik. Parrandalarimizga ozgina yordam beramiz endi. Ayni vaqti keldi, hozir iyun oyi. Kunduzi issiq bo'yapti, kechasi muzdek. O'shanga kechasi iloji boricha parrandalarning suvlarini olib qo'yishlarini tavsiya qilaman. Xo'p, birinchi bo'lib nima soldik? Aytib o'tay. Furatsilin do'stlar. Furatsilin nimalarga yordam beradi deganlarga, furatsilin ichidagi har xil mana bu tomoqdagi, yo'lidagi har xil yallig'lanishi, infeksionniy kasalliklari bo'lsa, ancha yordam beradi. Bu furatsilin oddiy bo'lgani bilan juda kuchli narsa, bilasizlar, 19-asrdan beri ishlatilib kelinadi bu. Xo'p, ikkinchisi tetraksilin do'stlar, 2 dona. 2 litr qaynab ilingan suvga soyibman, 2 bundan, 2 bundan. Xo'p, keyingisi do'stlar, yaxshi sinovdan o'tgan, o'zimiz sinovimdan o'tgan, buni yillar davomida ham tavsiya qilib kelaman, ham berib kelaman, o'zim yaxshi natija ko'ryapman parrandalarimda. Shamollashiga, pixillashiga ancha samarasi yaxshi. Ampensilin, rossiyskidan olsanglar ancha foydasi yaxshi. Qachon beramiz degan aka-ukalarimizga buni haftada 2 marta bersanglar yetadi. 2 kun chanqatib ichirsanglar, xudo xolasa ancha foydasi yaxshi. Birinchisini eritib oldik. Keyin mana novot qo'yib qo'yganman-ku, bu novotni ham qo'shib olish esinglardan chiqmasin do'stlar. Bu achchiq bo'ladi. Ichmasligi mumkin. Odam aptekasidan olasizlar, narxi 10 ming so'm turadi mana shu hammasi. Mana endi ikkinchisini ham eritib oldik do'stlar. Mana qo'shdik. Novotni ham qo'shib yuboramiz mana ozgina. 30-40 gram yetadi. Murojaatlarni eshitib chiqyapmiz. Ko'pchilikda bir 70% odamda mana shu parrandani pixillashi, shamollash, xullas, mana shu ich ketish. Mana tetraksilinni aytdim, ich ketishlariga yaxshi samara beradi. Savol berayotganda do'stlar bir o'ylab, bir saviyali savol bersanglar ham yaxshi bo'lardi. İçimizde muxlislarimiz ichida baribir yosh bola bo'lishi mumkin. Kechasi soat 12da o'zimni shaxsiy nomerimni topib bo'lsa ham savol beryapti. Eshitdim savolni qarang endi. Xo'rozim qichqirgan, lekin dumi yo'q. Endi unga qanaqa men javob berishim mumkin, to'g'risi. Bunaqa savollarni agar jiddiy qabul qiladigan bo'lsam, men nevroz kasalligiga uchrab qolishim hech gap emas. Xo'p, mana endi jo'jalarimizga beramiz do'stlar. Obedda olib tashlagandik. Ancha chanqab qolishdi, obedda suvlarini olib tashlaganmiz. Bunyod idishlarni tayyorla. Bay, bularni ichishlarini qaranglar do'stlar. Makinonlarimiz juda chiroyli ko'z tegmasin makinonlar. Mana shamoyimizga ham berib qo'ydik.